Trendni olib voy jallab nima bo'lyapti hozirgi odamlarga, hozirgi qizlarga bo'ladi. Bolalar jalazgina bundoq o'ylalaring, o'zlaring ham singlaring, jiyanlaring bordir, farzandlik bo'lasanlar, ertaga qizli bo'lasanlar, jala bunaqa aldamalaring jallab. Mana bunaqa trend olib mana. Yengilliklarda kelib qoldi. 6 haftalik 2 kun ekan jallab. Hali qiz bola yerga tegmaganman deb. O jalab o'zida sal erkaklar misol uchun quloqni buramasa, bolalar quloqni buramasa, u qizni jalab o'zi oshib bermaydi. Eshiging taqillatib ertalabdan kelib, men bugun sizga siqsirgani keldim deb ko'ring. Azginimda o'ylalaring. O'zlaringni o'ylamasalaring ham, u qizlarni o'ylamasalaring ham, ularning ota-onasini o'ylalaring. Mahallada shahar-ku mayli jala Toshkentda do'mga kirib bekinvola yashar jala, lekin viloyatda juda og'ir narsa bu. Juda og'ir. Ko'zingni ochlaring. Hammasini savol javob bor, hisob kitob bor. Ko'zni och. Men seni ko'ryapman degan joylari mana shu bo'ladi. Trend olguncha jallab. Bilim ollaring, ilm ollaring, su kelib.